Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli BMI kanali a'zolari. Bugungi mavzuyimiz milliy sertifikat savollarida juda ko'p takrorlanadigan va ozgina tushunish mujmal bo'lgan mavzulardan bittasi, ya'ni mitoz va meyoz haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzuyimizda mitoz va meyozda 3 xil usullar. Birinchisi ilmiy, ikkinchisi fe'liy texnika orqali, uchinchisi esa qo'l metodikalar orqali tushuntirib beraman. Unda boshlaylik. Mitoz davri Mitoz davrini oladigan bo'lsak, interfaza, profaza, metafaza, anafaza va telefaza kabi zonalarga bo'linadi. Interfaza nima degani? Interfaza bu mitozdan oldingi yokida bir mitozdan ikkinchi mitozgacha bo'lgan vaqt oralig'ida bo'ladigan jarayon interfaza deyiladi. Interfazada ahamiyatli narsa bu DNK reduplikatsiyasi hisoblanadi. Reduplikatsiya nima degani? Bu duplikatsiya, ya'ni DNK miqdorining 2 karra ortishi hisoblanadi. Xo'p, interfaza davrini oladigan bo'lsak, 3 kichkina davrchani o'z ichiga oladi. G1 davri, sintez davri va G2 davrlarini o'z ichiga oladi. G1 davrida xromosomalar to'plami 2x holatda bo'ladi. G1 davrida asosiy kuzatiladigan narsa RNK sintezi, oqsil sintezi va DNK reduplikatsiyasi uchun zarur bo'lgan polimerazalar sintezlanadi. Ya'ni polimerazalarga tegishli oqsillargina sintezlanishni boshlab turadi. Sintez davriga kelganda, ya'ni nomidan ma'lum, ya'ni sintez qilish, ya'ni nimadirni sintez qilyapti. Bu davrga kelganda hujayra markazi soni 2 karra ortadi, ya'ni 2 ta bo'ladi va bundan tashqari DNK reduplikatsiyalanadi. Ya'ni DNK 2 hassa ortadi, 2 hissa. Ko'rishimiz mumkin, G1 davrida 2s holatda edi va 4s holatda o'tyapti. Demak, bu yerda sintez bo'ldi. G2 davrida asosan mitozga tayyorgarlik davri bo'ladi va oqsil sintezi va RNK sintezi davom etadi. Interfaza tugagandan keyin profaza davriga o'tamiz. Ya'ni profaza zonasi. Profazasida nimalar bo'ladi? Profazani oladigan bo'lsak, mana bu ikkita hujayra markazi qutblar tomon harakatlana boshlaydi. Va qutblar tomon harakatlana boshlagandan so'ng mana bunday ipchalar, ya'ni bo'linish urchug'ining iplari asta-sekin shakllanishni boshlaydi. Bundan tashqari, oldingi paxtni qaraydigan bo'lsak, xromosomalar yadrochani ichida, ya'ni qobiq qo'ralib turgan bo'lyapti. To'g'rimi? Endi profaza davriga kelganda mana shu yadro qobig'i erib ketishi natijasida xromosomalar sitoplazmada erkin holatda bo'ladi. Endi yaxshilab qaraydigan bo'lsak, mana bu interfaza davrida xromosomalar ozgina ingichkaroq, ya'ni hali spirallashmadi. Profaza davriga kelgandan so'ng spirallashadi va yorug'lik mikroskopida ko'rinadigan holatga keladi. Shu tariqa profaza davrida bo'ladigan jarayonlar: yadro qobig'i eriydi va xromosomalar sitoplazmada erkin holatda joylashadi. Bundan tashqari xromosomalar spirallashadi va bundan tashqari hujayra markazlari qutblar tomon harakatlanadi va bo'linish urchug'ining iplari asta-sekin shakllana boshlaydi. Xromosoma to'plami 2-4 holatda. Metafaza davriga kelganda nimalar bo'ladi? Metafaza davriga kelganda mana bu tarqoq joylashgan sitoplazmadagi xromosomalar ekvator tekisligi bo'ylab bir qator bo'lib askarlardagi joylashib oladi. Ya'ni bunday qilib aytganda bitta safga terilishib oladi xromosomalar va mana shu ekvator chizig'i deb nomlanadi. Xromosomalar ekvator chizig'iga kelib birikdi, ya'ni ekvator chizig'i bo'ylab saf tortishdi. Mana bu yerda, ya'ni qutblarda joylashgan hujayra markazining iplari, ya'ni bo'linish urchug'ining iplari to'liq shakllandi. Mana bu yerda endi shakllanyapti-ku. Mana shu shakllanish jarayoni metafazaga kelganda to'liq yakunlanadi. Endi mana shu xromosoma deb tasavvur qiladigan bo'lsak, xromosomaning o'rtasida sentromera, ya'ni belbog'dagi, ya'ni kamarchasi bor. Mana shu kamarchasiga mana shu bo'linish urchug'ining iplari kelib mahkam birikishib oladi. Shuning natijasida metafaza davrida xromosomalar ekvator tekisligida joylashib olib, qutblarda joylashgan hujayra markazining ipchalari, ya'ni bo'linish urchug'ining iplari to'liq shakllanib, xromosomalarning kamarlariga, ya'ni sentromerasiga mahkam birikib oladi. Xromosoma to'plami 2-4 holatda. Keyingi davr anafaza davrida nimalar bo'ladi? Anafaza davrini oladigan bo'lsak, mana bu xromosomalarni kamar qismi bor. Mana bu ipchalar bir-biriga juda ham mahkam tortishi natijasida mana bu yerdagi ip uzilib ketadi. Ya'ni ko'rib turibmiz, mana shu iplar mahkam tortilishi natijasida mana bu kamar qismi uzilib ketadi va ikkita mustaqil xromatidaga aylanib olishadi. Anglashimiz kerak, ekvator tekisligida joylashgan xromosomalarga birikkan bo'linish urchug'larining iplari mahkam tortilishining hisobiga xromosomalarning sentromerasi uziladi va xromosomalar yarimta bo'lib qutblarga tarqaladi.
Endi mana bu qoradagilar oldingi xromosomalar edi. Keyinchalik mana bu yarimta qolgan xromatidalardan yangi yana tagidan bitta xromatida o'sib chiqib, yana mustaqil xromosomani hosil qiladi. Ya'ni bunda xromosomalar soni ham 2 hissa ortdi. Va shuni tariqasida 4n 4s holatga kelib qoldi. Qisqacha aytib o'tganda, anafaza davrida ekvatorda joylashgan xromosomalarning sentromerasiga birikkan bo'linish urchug'ining iplari qisqaradi. Qisqarganligini hisobiga mana bu yerdagi joylashgan kamar qismi, ya'ni xromosomalarning sentromerasi uziladi va qutblariga xromatidalar tarqaladi. Keyinchalik bu xromatidalarni yana qo'shimcha qismlari ya'ni yo'qolgan qismlari qaytadan tiklanib, yana mustaqil xromosomalarni hosil qiladi va natijada bunda xromosomalar duplikatsiyasi amalga oshadi va to'plam 4n 4s holatda. Telefaza davrida nima bo'ladi? Telefaza davri profazaning xuddi teskarisi. Ya'ni mana bu yerdagi xromosomalar sitoplazmada tarqoq holatda edi va mana shular asta-sekin yadro qobig'i shakllanishligini hisobiga bitta joyga chipslashib qoladi. Va yadroning qobig'iga, ya'ni yadroning ichiga kirib oladi. Yadrochaning ichiga. Va bundan tashqari mana bu yerdagi to'qnashgan, ya'ni spirallashgan xromosomalar despirallashadi. D degani bu yoyiladi, ya'ni spiral bo'lgan narsa yana bo'shashib, yana ochlashib qoladi xromosomalar. Va shu tariqa asta-sekin mana bu oldingi holatga qaytib oladi. Endi bu davrda sitokinez jarayoni, ya'ni sitoplazmaning bo'linishi natijasida ikkita mustaqil qiz hujayra hosil bo'ladi. Bu, ya'ni sitokinez jarayoni o'simliklar dunyosi va hayvonlar dunyosida tafovuti bor. O'simliklar dunyosida mana bu qismdan, ya'ni mana bu o'rta qismini plazmatik membrana o'sib kelishligini hisobiga mana bu hujayrani ikkiga bo'lib oladi va natijada ikkita mustaqil hujayra hosil bo'ladi. Hayvonlar dunyosida-chi? Hayvonlar dunyosida sitoplazmada botiqlik paydo bo'lib, asta-sekin ichiga kirishi natijasida ikkita mustaqil qiz hujayra hosil bo'ladi va to'plam 2n 2s holatda bo'ladi. Endi bu mitoz jarayoni edi. Mitoz jarayonidan keyin meyoz jarayoni keladi. Meyoz jarayonini oladigan bo'lsak, bir mitozdan meyozga o'tadigan jarayon interkinez yoki bir meyozdan ikkinchi meyozga o'tadigan jarayon interkinez ham deyiladi. Interkinez bilan interfazani farqi, interkinezda DNK duplikatsiya bo'lmaydi. Hattoki interkinez bo'lmasdan keyingi bosqichga o'tib ketish ehtimoli bor. Endi ya'ni meyoz jarayonining farqi nimada? Meyoz 1da oladigan bo'lsak, asosan mana bu profaza bir qismi va anafaza bir qismi bilan farq qiladi. Profaza bir qismida konjugatsiya va crossing-over kabi tushunchalar paydo bo'ladi. Ya'ni bu atama hisoblanadi. Konjugatsiya o'xshash xromosomalarning qismlari o'zaro o'xshash xromosomalar bir-biriga yaqinlashib oladi. Crossing-overda bo'ladigan bo'lsa, mana bundaqa o'xshash qismlar almashib qolishadi va mana shu jarayon crossing-over deyiladi. Ya'ni o'xshash qism bir-biriga yaqinlashsa konjugatsiya, o'xshash qismlar bir-biri bilan almashadigan bo'lsa crossing-over deyiladi. Va bu jarayon meyoz 1 ning profaza bir bosqichida bo'ladi. Endi meyoz 1 jarayonining anafaza bir bosqichining asosiy farqi nimada? Mana bu yerda xromosomalar o'rtasidan bo'linib ketyapti kamarida. Unda, ya'ni meyoz 1 ga kelganda, ya'ni meyoz 1 ning anafaza 1ida har bitta xromosoma uchun bir donagina ip bo'ladi. Shuni hisobiga mana bu kamar uzilmasdan butunligicha o'tib ketadi. Asosiy farqi shu. Meyoz 2 jarayonini oladigan bo'lsak, meyoz 2 jarayoni ham mitoz bilan bir xil, faqatgina xromosomalar to'plami gaploid bo'lishligi bilan asosiy jihatdan farq qiladi. Mana shu ilmiy nuqtai nazardan tushuntirishimiz edi. Endi Feynman texnikasi bo'yicha tushuntiramiz. Xo'p, endi Feynman texnikasi bo'yicha tushuntiradigan bo'lsak qanaqa? Ikkita yaqin do'stlar bor. Misol uchun Otabek bilan Jahongir. Kunlardan bir kuni Otabekning oyisi shunday dedi: "O'g'lim, bugun do'sting Jahongir keladigan, birga o'yinchoqlarda o'ynaysizmi?" dedi. "Ha, oyijon, birga o'ynaymiz" dedi. Shundan keyin Otabek o'z o'yinchoqlarini korobkadan chiqarishni boshladi. Bu yerda Jahongir birinchi mana bu hujayra markazi, Otabek bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi hujayra markazi. Otabekning o'yinchoqlari esa mana bu xromosomachalar deb tasavvur qilib olaylik. Endi aytayapti, o'g'lim Jahongir kelar ekan, Otabek o'yinchoqlaringni olib qo'yib birga maza qilib o'ynaysizlar dedi.
Otabek nima qiladi? Sirazi uyga boradi. Mana shu xonasiga kelib, o'yinchoqlarini asta-sekin korobkaning ichidan oladi. Mana bu yadro qobig'i, ya'ni yadrochi nima? Bu bitta korobka. Korobkaning ichida o'yinchoqlari, ya'ni xromosomachalar turibdi. Voy, xursand bo'lib, bugun Jahongir kelaka mazza qilib o'ynaymiz deb turib, korobkaning ichidan o'yinchoqlarni olib yoyib yubordi hamma joyga. Yoyib yuborgandan so'ng xuddi xromosomalar ham tarqoq holatda joylashadi sitoplazmada, korobka yo'qligidan keyin. Bundan ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'yinchoqlarini korobkadan chiqarib yoyib yubordi. Ya'ni Otabek yoyib tashladi. Shundan keyin onasi kelib aytadi: "Voy o'g'lim, hamma narsani yoyib yuboribsan. Ozgina o'yinchoqlaringni paletkaga keltirib qo'y, tartiblab qo'y. Shunda mazza qilib o'ynashinglar oson bo'ladi. Qiynalmaysizlar, o'yinchoqlarni bosib olmaysizlar" dedi. "Xo'p bo'ladi, oyijon" deb turib, o'yinchoqlarni bir tekis qilib taxlab qo'yadi. Ya'ni metafazada ham tarqoq joylashgan xromosomalar asta-sekin ekvator tekisligi bo'lib joylashadi. Otabek Jahongir kelishiga yoyilib ketgan o'yinchoqlarni bir tekisda qilib taxlab qo'yadi. Shundan keyin Jahongir keladi. Otabek do'stim, tuzingmisan? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi?" deb salom alik qilishadi. Va Otabekning xonasiga kirganda o'yinchoqlar tekislanganligini ko'radi. Aligini ko'rib Jahongirning ko'zlari quvnab ketadi. O'yinchoqlarni ko'rib, "Voy do'stim, o'yinchoqlaring zo'r ekan" deydi. Va qarasa, aliga o'yinchoqlarni ikkalasi o'rtasida talashish bo'lib qoladi. Ya'ni Otabek ham Jahongir ham birga o'ynayman deb turib o'yinchoqlarni talashishadi. Va natijada aligilar o'ziga tegishli o'yinchoqlarni tortib oladi. Ya'ni metafaza davrida xromosomalar bir tekisda joylashgan edi. Va anafaza davriga kelganda qutblardagi ikkita hujayra markazlari aliga xromosomalarni bir-biriga tortadi. Bundan xuddi shunaqa. Otabek, Jahongir o'yinchoqlarni o'zaro ravishda bo'lishdi. Keyin Jahongir aytadi: "Oshlar bo'pti, men ketdim, kecha qolibdi" deydi. Otabek aytadi: "Voy do'stim, bugun sen bilan mazza qilib o'ynadik. Mana shu o'ynagan o'yinchoqlarning hammasi senga" deydi. Va shu tariqa bundan bu yog'i Jahongirga, bundan bu yog'i esa Otabekka qoladi. Va mana shu Fermi texnikasi bo'yicha tushuntirish. Mana bu hayotiy misol. Endi ikkinchi metodikamiz hanuz nihoyasiga yetdi. Endi uchinchi metodika haqida gaplashib o'tamiz. Uchinchi metodikamiz bu qo'l metodikasi hisoblanadi. Tushuntiryapmiz. Bizda dastlab mana bu yerda xromosomalarimiz bitta joyda mana qangi, ya'ni hujam. Xo'p, endi uchinchi metodika, ya'ni qo'l metodikasini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qilaylik, mana bu bosqich interfaza. Bu yerda ichida mana shu G1, sintez, G2 davrlari bo'lib o'tyapti. Endi profazaga kelganda mana bu xromosomalar mustaqil holat ko'tardi, ya'ni yadro qobig'i parchalanib ketdi. Mana parchalanish natijasida xromosomalar asta-sekin chiqishni boshlayapti. Shundan keyin xromosomalar sitoplazmada erkin holatda joylashadi va ular spirallashadi. Ko'ryapsiz? Mana oddiy holatda turgan edi. Oddiy yorug'lik mikroskopida ko'rinmayapti. Va ular spirallashishni boshladi va aligilar qalillashib, yorug'lik mikroskopida ko'rinadigan holatga keldi. Shundan keyin tarqoq joylashgan sitoplazmadagi xromosomalar metafaza jarayoniga kelib, ekvator tekisligi bo'ylab joylashib oladi. Ya'ni ekvator tekisligida joylashdi. Ekvator tekisligida joylashgandan so'ng anafazaga davriga o'tib, bo'linish urchug'ining iplar qisqarishligi natijasida xromosomalar ikki tomonga tarqalishadi. Va tarqalganligini hisobiga yana qaytadan xromatidalarning yo'qolgan qismlari shakllanadi va ikkita mustaqil qiz hujayralar hosil bo'ladi. Qisqacha, xromosomalar yadro qobig'i parchalandi. Xromosomalar erkin holatda joylashdi. Ular spirallashdi. Bo'ldi, profaza tugadi. Metafazaga kelgandan so'ng ekvator tekisligi bo'ylab joylashdi. Ekvator tekisligi bo'ylab joylashgandan so'ng bo'linish urchug'lari iplari qisqaladi va anafaza davriga kelganda aligilar ikkita qutbga tarqalishadi. Ikkita qutbga tarqalgandan so'ng aliga xromatidalarning yo'qolgan qismlari qaytadan shakllanadi va telefaza davriga kelgandan so'ng ular yana despirallashadi va ikkita mustaqil qiz hujayra hosil bo'ladi. Mana shu bizdagi 3-metodika, ya'ni qo'l metodikasi hisoblanadi. Bugungi mitoz mavzusiga bag'ishlangan video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, uchala metodika ham sizga tushunarli bo'ldi. Endi bundan buyog'iga Xudo xohlasa bu mavzular bo'yicha muammolaringiz qolmadi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Biomed kanali bo'ldi.